Nonushtaga hadeb tuxum qovurib yeyvermasdan shundan bir tayyorlab ko'ring, qanaqa qilib yeb qo'yganingizni bilmay qolasiz. 2 dona tuxumga 1 osh qoshiq shakar va 1 choy qoshiq tuz, 1 stakan qatiqni solib aralashtiramiz. Ustidan ozgina ukrob va eng sevimli bo'lgan pishloqni qirg'ichdan o'tkazib, uni ham solib yuboramiz. 2 stakan elangan un, 1 choy qoshiq razrxritelni ham solib, hamma massani birlashtirib, yumshoqqina xamirga qorib olamiz. Tayyor xamirimiz shunaqa qo'lga yopishuvchan bo'ladi. Idishimizni ozgina yog'lab, xamirimizni 15 minut tindiramiz. Tingan xamirni ikkiga bo'lib, har bittasini videoda ko'rsatilgandek yoyib 8 bo'lakka bo'lib chiqamiz. O'simlik yog'imizni qizdirib olamiz va o'rta olovda kela tarafini qizartirib qovurib olamiz. Mazali nonushtamiz ham tayyor. Smetana bilan ayni muddao. Albatta tayyorlab ko'ring va oila a'zolaringizni xursand qiling. Yoqimli ishtaha!